xush ovozli muazzin Bilol roziyallohu anhu. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vafotlariga bir necha yil bo'lgan edi. Madinada nimadir bo'ldi. Odamlar to'da bo'lib masjidga yugurishar edi. To'g'ri, namoz vaqti edi va azon aytilayotgan edi. Ammo odamlarda o'zgacha bir hayajon bor edi. Go'yo bir-birlari bilan masjidga tezroq borish uchun musobaqalashayotgan edilar. O'zaro bir-birlaridan nimalarnidir past ovozda so'rashar edi. Oralaridan kimdir ajib, Rasululloh imomlik qilar ekanlarmi namozga? Boshqasi, shunday bo'lish ham mumkinmi? U zot Robbisiga yetishdi-ku, sen nimalar deyapsan? Biroq bu azon, axir eshitmayapsanmi? Bilol o'qiyapti azonni. Rasululloh alayhissalomning o'sha xushovoz muazzini Bilol. Azon baland ovozda o'qilayotgan edi. Odamlarning payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan sog'inchi qalblarga mahzunlik, ko'zlarga yosh to'ldirgan edi. Butun masjid ahli azonni yig'lab eshitishdi. Payg'ambarimiz alayhissalomning vafotlaridan keyin Bilol roziyallohu anhu hech ham azonni oxirigacha o'qiy olmagan edi. Azonni hech ham tugata olmas edi. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb tugatmay yig'lashni boshlar va oxirini aytolmas edi. Bundan keyin Madinada yashay olmagan edi. Bilol uchun Madinaning hamma joyi Rasulullohning xotirasi bilan to'la edi. Yurib o'tgan ko'chalari, bosgan tuproqlari har doim u kishini eslatar edi. Ayriliq azobi va sog'inch hissiga bardosh berolmaydigan darajaga yetgan edi. Shuning uchun ham Bilol roziyallohu anhu Muhammad alayhissalomning Madinada yo'qliklariga chiday olmadi. Abu Bakr roziyallohu anhudan ruxsat olib Shom yaqinidagi bir joyga ko'chib ketdi. Umar roziyallohu anhuning xalifalik davrida Quddus fathida qatnashdi, ammo Madinaga qaytmadi. Bir kuni tushida go'zal yuzli payg'ambarimizni ko'rdi. "Mening ziyoratimga kelmaysanmi ey Bilol?" dedilar. U zot chaqiradilar u Bilol qanday ham bormasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yurgan yo'llaridan yurishni, qaytib u kishi qaragan tog'larga qarashni, masjidlarda namoz o'qishni qanchalik sog'ingan edi. Borishga-ku boradi, lekin bunga yuragi dosh bera oladimi, yo'qmi, buni bilmas edi. Payg'ambarimiz alayhissalomning chorlovlariga ergashib, Rasulullohning muazzini Madinaga keldi. Do'stlari uni juda ham sog'inishgan edi. U ham do'stlarini sog'ingan edi. Bu yaxshi insonlar ko'rishib dildan hasratlashdilar. Bilol roziyallohu anhu o'z o'tmishini xotirladi. Makkada o'tgan yillar, qiyinchilik yillari jonlandi ko'z o'ngida. Bir vaqtlar Umayya ismli zolim bir kofirning quli edi. Abu Bakr roziyallohu anhuning da'vatlari bilan yashirincha musulmon bo'lgan edilar. Musulmon bo'lganini sezib qolgan Umayya Bilol roziyallohu anhuni aql bovar qilmas qiynoqlarga solgan va uni dinidan qaytarish uchun har qanday qabihlikka qo'l urgan edi. Gaplashib ko'rdi, bo'lmadi. Kaltaklab ko'rdi, bo'lmadi. Axiri qizigan cho'l o'rtasiga yotqizib, yalang'och badani ustiga katta toshni bostirib qo'ydi. Bu chidab bo'ladigan azob emas edi. Umayya Bilolning tepasida turib dinidan qaytishini talab qilar edi. Biroq Bilol roziyallohu anhuning og'zidan faqat bir so'z chiqar edi. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Bu azob uqubatlar bir necha kun davom etdi. Bular natija bermagach, Bilol roziyallohu anhuning bo'yniga ip bog'lab Makka ko'chalarida sudradi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilol roziyallohu anhuni bu qiyinchilikdan qutqarmoqchi bo'lib ko'p urindi va nihoyat uning ozod bo'lishiga sababchi bo'ldi. Muhammad alayhissalom ham Bilol roziyallohu anhuni bu azoblardan qutulganidan va ozod etilganidan juda ham xursand bo'ldilar. Islom dinida oq-qora, qul xo'jayin deb ajratish yo'q edi. Nohaqlik va zo'ravonlik ham yo'q edi. O'sha kundan so'ng Bilol roziyallohu anhu musulmonlarning yonidan hech ham ayrilmadi. Madinaga hijrat qilingandan keyin bunyod qilingan birinchi masjid qurilishida ishtirok etdi. Endi iymon keltirganlar hammalari birgalikda
Madinada huzur halovat bilan ibodatlarni qilishar edi. Vaqti kelib odamlarni namozga chaqirishga bir ehtiyoj tug'ildi. Chunki kechroq kelganlar jamoatdan qolib ketganlari uchun o'ksinishar, barvaqtroq kelganlari esa kutib qolishar va ishlariga ulgura olishmas edi. Namoz vaqtlarini bildirish uchun turli xil fikrlar ilgari surildi. Qo'ng'iroq chalinsin deganlar ham bo'ldi. Qo'ng'iroq xristianlarni ibodatga chorlovchi vositasi bo'lgani uchun bu fikrni ma'qul ko'rilmadi. Olov yoqib xabar berish fikri ham o'rtaga tashlandi, lekin bu otashparastlarning amallaridan deb hisoblanib qabul qilinmadi. Baland bir joyga bayroq tikish ham taklif qilindi, lekin bu ham qo'llab-quvvatlanmadi. Keyin surnay bilan chaqiraylik deyishdi, bu taklif ham rad etildi. Umar va Zayd ibn Abdulloh roziyallohu anhumlar bir kunda ko'rgan bir xil tushlari bilan azonning so'zlari musulmonlarga o'rgatildi. Payg'ambarimiz alayhissalom mana shu tushdan keyin iymon keltirganlarni azon bilan namozga chaqirishga qaror qildilar. Ovozi yoqimli bo'lganligi uchun azonning so'zlari darhol Bilol roziyallohu anhu ga o'rgatildi va birinchi bo'lib azonni Bilol roziyallohu anhu aytdi. Madinada musulmonlar uning ta'sirchan, go'zal va yoqimli ovozini eshitib namozga kela boshladilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot etgunlaricha u zotning muazzinlari bo'lib qoldi. Shunchalar go'zal ovozi bor ediki, azon tugaguniga qadar hatto hayot to'xtab qolgandek bo'lar edi. Hamma Bilol roziyallohu anhuning bu go'zal ovoziga maftun bo'lib quloq solar edi. Mana bugun o'sha go'zal ovozli Bilol roziyallohu anhu yana Madinada edi. Yaqin birodarlari undan bittagina narsani istashar edi. Yana bir marta azon o'qib bera qol. O'qimayman, o'qiy olmayman der edi Bilol roziyallohu anhu. Payg'ambar alayhissalomning sevimli nabiralari Hasan va Husayn roziyallohu anhumlar Bilol bir martagina azon o'qisangiz nima bo'ladi deb iltimos qilishdi. Bilol roziyallohu anhu bu iltimosga yo'q deya olmay, so'nggi bor go'zal va xush ovoz bilan azon o'qidi. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Bilol roziyallohu anhuning so'nggi azoni shu qadar ulug'vor ediki, uning ovozini eshitganlar namozga go'yoki sevimli payg'ambarimiz kelib imomlik qiladigandek hayajon bilan masjidga yugurdilar. Bilol roziyallohu anhu baland ovozda aytgan oxirgi azon Madina ahlini yig'latgan edi. Bu Bilol roziyallohu anhuning so'nggi azoni bo'ldi. Madinaliklarning suyuklisi, olamlarning nabiysi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oxirgi azonlari bo'ldi. Bilol roziyallohu anhu Madina ziyoratidan so'ng Shomga qaytib ketdi. U yerda bir muddat yashab, so'ng Allohning rahmatiga yetishdi.